siz o'sha modellar bo'yicha ishlaysiz Hı. yokida bozorda neto holatda kirib qo'yilgan joylar ko'p bo'ldi menda 2024 da. Ya'ni model ishlaydi haqiqatda. Hı. Jicha yuradida o'sha pastga ketadi. Ya'niki sikl degan narsani o'rgatishdi. Bozorda vaqtida kirmasdan turib, neto vaqtda kirgan holat bizda ko'p bo'ldi 2024 da. Ya'niki siz qaysidir joydan kirib turib tepaga chiqqanda qaytishga biz misol ishlaganmizda ana shu holatda minusga ko'p kirib ketgan. Qaytishga deyasiz bu tillada. No, umuman hammada. Forexda ham boshqasida ham. Ya'ni zonadan reaksiya oladi-yu, o'shanaqangi joylarda men ko'proq modellar ushlaganman-da endi tajribadan kelib. O'zi bu narsani sekin-sekin vaqt ko'rsatar ekan. Qayerda kirish kerak, qayerda nima qilish kerak? Tajriba. Endi boshida savol yaratamiz sabr masalasiga. Qayerda kirish kerak deyasiz. Kirishga sabr qilinadi. Xuddi shunday. Kirgandan keyin u foyda chiqishiga ham sabr qilinadi. Albatta. Demoda ishlagan bo'lsangiz ham bir kunda 2 marta 3 marta bitim ochgan bo'lsangiz, qancha sabr qilgansiz? Maksimum ushlash muddatimmi? Shu ushlash muddati deb gaplashaylik. Hozircha 3 kun. Undan ortiq kichkina bitimlarga qo'yib qo'yaveraman, lekin kattaroq pozitsiya ochgandan keyin o'zi haqiqatda qo'rquv bo'ladi. Ayniqsa juma kuni yopilish nimasida. Ko'pchilik yopib yuboraman. juma bilan dushanbani qora kun deydi. Haftani oxirgi kuni va bosh kuni. Yo aqa yo baqa soya beradi, netuda kunlar bo'ladi o'ylaymiz.